Men Matkayumov Karimjon Qirg'iziston Respublikasining Jalolobod viloyatidan keldim. Mana kelganimizga bu yerga men ahli ayolim bilan birga keldim. Mana kelganimizga 6 kun bo'ldi. 6 kun davomida biz yaxshi bir natijalarga erishdik. Ularda mana men qand kasalligi bilan va prostata shamollash kasalliklari bilan va belimda grija bor shu kasalliklar bilan keldim. Kelishimdan kelib 3 kun 4 kunda shu kasalliklarning ko'plaridan biz xalos bo'ldik. Qand kasalligini 10-4 nimasi bilan keldim. Ana 2 kun davomida 5-9 ga tushirdi shuni nimalaydi. Yana qonim qo'yga degan mana 3 kun davomida yana shu qonni ham suyulganligini men o'zim his qildim. Bu yerdagi har xil mana suv vannalar, giyohli vanna der ekan, oltin gugurtli vanna va ma'dan suvli vannalar bor ekan. Bulardan juda yaxshi biz foydalandik. Bularning foydalari juda ko'p bo'ldi. Biz juda bir rozimiz bularda hammasidan. Yana bu yerda asalli bochka deb qo'yar ekan, bu ham juda katta bir natijalar bo'ldi. Bundan bizda haqiqatda shifo olyapmiz. Bundan tashqari yana azon degan ukol bor ekan, juda o'sha ham yoqdi. O'sha meni qonim qo'yiq edi, o'sha qo'yiq qon mana bilindiki, shu 3 kun 4 kun olgandan keyin qonim suyulganini his qildim o'zim. Xodimlarning hammasini bizga bo'lgan muomalasi juda yaxshi bo'ldi. Masalan, keling keting deganda, yotganda, turganda, yurganda, o'tganda salom alik qilib juda muomalalari yaxshi. Boshqa yerlarda bunaqa bir muomala ko'rgan yo'q edik, lekin bu yerdan juda yaxshi. Bu yerda mana olgan nimadan tashqari o'sha suv boshqa nimalardan tashqari mashlarning muomalasida o'zlarim juda xursand bo'ldim. Rahmat bularga, mana hammalariga ham biz rozimiz, mana Xudo xolasa. Bundan keyin boshqa respublikadan kelayotgan nimalar bo'lsa, keladigan nimalar bo'lsa, hammalar mana shu yerga kelib, Koinot Kavsari olami sifatgohiga kelib davolaninglar. Mana biz yaxshi bir nimalar oldik, muolajalar oldik. Xudo xolasa yaxshi bir nimalar va kayfiyat bilan qaytishga harakat qilyapmiz. Biz bulardan juda rozimiz. Mana berayotgan oziq-ovqatlari ham yaxshi. Shundan men muomalalarini aytdim shuni. Hammalarni shu yerga kelib davolanishni so'rayman. Yana men bu so'zimning yakunida bir narsa demoqchiman. Mana shu qaysi qo'shni respublikalardan va o'sha O'zbekistonda o'zidan bizlarga o'xshagan shunday kasalliklar, mana qand kasalligi bilan, grija kasalliklari bilan, qon bosimi, yana har xil asab kasalliklari bilan kasallangan kishilar bo'lsa, shu Koinot Kavsari olami sifatgohiga kelib davo olishingizni sizlardan so'ranib qolaman. Haqiqatda bu yerdagi nimalari ham haqiqatda nima ekan? Mana nima haqlari ham boshqalarga nisbatan o'ta bir nima ozroq ekan, kamroq ekan. Shuni juda o'sha tomonlarini ham biz his qildik. Yana ham qayta aytaman, shu nimalarda xodimalarda hammasining nimalari muomalalari juda yaxshi ekan. Biz olgan nimamizdan ham shu ularda shu xodimalarda bizga bo'lgan muomalasi bizga katta ta'sir qildi. Katta bir nima oldik shulardan ham biz. Sizlarga ham o'sha kelayotgan bemorlar hammanglar adashmasdan shu sifatgohga kelib davolanishingizni sizlardan so'ranib qolardim.